To'g'ri borgan sari boru, xudo ishimiz o'ynab, xudo xolasa obyektlarga borib obzor qilish nasib qilyapti. Hozir endi Javlon akani obyektiga kelganmiz. Xudo xolasa tovarlarni qilib berdik. Buni videosi qo'yilgan. Lekinchi obyektga borgan sari har bitta qilgan obyektlarim bir-biridan chiroyli, bir-biridan udobniy, zo'r qurilgan har tomonlama. Bir qator sizlarga obzor qilib o'tamiz o'rtoqlar. Xo'p, mana qilib bergan mahsulotlarimiz koridordan kirganda xollga, xonalarga bo'lingan ekan. Mana shu joyda xudo xolasa xonalarga radiatorlari, turbalari hamma yo'q qilib berilgan. Mana akfa radiatorda ikkitadan hammom bor. 50 talik hamda 80 talik qo'yilgan. Bu yog'i mana o'rtoqlar. Уже shuvoqchalar ishini bitkazib bo'lgan. Mana polistrobloyga tikkan shunday nomi. Montajlarga cho'tki qilib o'yishyapti. Javlon akalarimiz kanalizatsiyalari bor. Bir qator mana montajga, aristonga, kirmoshnaga, dushovoyga o'rtoqlar. Xudo xolasa unitazga mana joylari, rakvinalarga qo'yilgan ekan. Hozir bu tomonni ko'rishlar mumkin. Endi akfa panel radiator qo'yiladi. Har bittasiga xudo xolasa har bitta xonalarga обязательно akfa panel radiator qo'yiladi. Endi to'pli pol 200 metr berdik. Xudo xolasa uni tortish jarayonlarini ham bir qator video qilib qo'yib o'tamiz. Lekin obyektga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Bitkazilgan obyekt, xudo xolasa santexnik ishlari ketyapti. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin jiyalar. Xudo xolasa videolarni zo'r videolar qo'yib borishga harakat qilamiz.